Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Xalq banki Jalaquduq filiali hamkorligida Andijon viloyati Jalaquduq tuman Qo'shterak MFY 8871 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga kartoshka mahsulotlari ekilgan bo'lib, maydon hajmi 10 gektarni tashkil etadi. Uzunligi 1200, eni 900. Bu yerga ekilgan ekin har hafta sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu loyihaga 100 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun 10 sotix yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish va parvarishlash uchun dehqon xo'jaliklarida yetarlicha tajribalarga ega. Hozirda bu yerga Muhtasham agrobiznes kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonnadan jami 180 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Keyingi yilga yana 5 gektar qo'shimcha gektar qo'shib ekilishi ko'zda tutilgan. Assalomu alaykum.